siz. Inson salomatligi uchun kulgu davo bo'ladi deydi. Bilasizmi, salomatlik to'g'risida gap ketar ekan, biz iste'mol qilayotgan taomlar ham aynan bizning mana shu immunitetimizni ko'tarilishida va salomatligimiz uchun harakat qiladi va bugun aynan mana shu studiyamizga shu taomlar to'g'risida gap ketar ekan, o'z kasbining ustalarini taklif qilganmiz. Aynan Albatta, ularni tanishtirib o'taman. O'zbekiston oshpazlar uyushmasi bosh texnologi Tolibjon Umaraliyev hamda Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamg'armasi davlat muassasasining Uchquduq tumanidagi Shimol ovqatlantirish kombinati oshpazi Nazokat Alimovalar studiyamiz mehmoni kelibsiz. Kuningiz xayrli bo'lsin deymiz. Va ovqatlanish haqida gap ketar ekan, ayniqsa ommaviy jamoani ovqatlantirish haqida gap ketar ekan, bilamizki, har xil sharoitda mehnat qilayotgan ishchi xodimlar bor. Ayniqsa bugun mana shu mamlakatimiz iqtisodiyotining yuragi hisoblangan Navoiy kon-metallurgiya kombinatida minglab ishchi xodimlar, demak, yer ostida konlarda ishlashadi, korxonalarda ishlashadi va ularni tabiiyki, Ruslan aytib o'tganidek, sog'lom ovqatlantirish bu birinchi masala hisoblanadi. Ya'ni sog'lom, tetik bo'lib ishda unum baraka bo'lishi uchun. Va albatta bugun Tolibjon aka, avvalambor sizga yuzlanmoqchiman. Navoiy viloyatiga poytaxtdan tashrifdan maqsad nima? Keling shu haqida biroz ma'lumot berib o'tsangiz, chunki muxlislarimiz qiziqishyapti. Bu shunchaki tashrif emas. haqiqatdan. Rahmat. Avvalambor shu studiyaga taklif qilganinglar uchun sizlarga minnatdorlik bildiraman. Demak, biz Toshkentda O'zbekiston oshpazlar uyushmasidan vakil bo'lib, mutaxassislar bilan birgalikda Navoiyga tashrif buyurdik. Bundan maqsad, asosiy maqsad Navoiy tog'-metallurgiya kombinatining tashabbusi bilan hamda Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamg'armasining taklifiga ko'ra O'zbekiston oshpazlar uyushmasi o'rtasida shartnoma tuzildi va mana shu shartnomaga asosan Navoiy kon-metallurgiya kombinati oshpazlar soni 500 dan ko'p ekan, ortiq ekan bu yerda, faoliyat yuritayotgan oshpazlarning malakasini oshirish uchun keldik. Albatta, hali aytganingizdek, sog'lom ovqatlanishni tashkil etish uchun birinchi navbatda kadrlarning malakasini oshirishga katta ahamiyat berishimiz kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, tog'-metallurgiya kombinati rahbariyatiga katta rahmat. Ular juda ham to'g'ri yo'l tutishgan, bizni taklif etib va bugun biz mana 4 kun, 5 kun davomida o'sha Navoiy viloyatini bir qancha tumanlaridan tashrif buyurgan oshpazlarning malakasini oshirish ishlari bilan shug'ullanib kelmoqdamiz. Ovqat tayyorlash texnologiyasi ham o'ziga xos bilim, innovatsion yondashuv talab etadi. Zamon rivojlanyapti, turli mahsulotlar kirib kelayapti, turli taomlarning retseptlari kirib kelayapti va Navoiy kon-metallurgiya kombinati misolida olib qaraydigan bo'lsak, har xil yosh toifasidagi insonlar ishlashadi. Har xil yuqorida aytganimdek, og'ir sharoitda ishlaydigan insonlar u yerda ishlashadi, mehnat qilishadi, ter to'kishadi va bu ham o'z-o'zidan ma'lumki, o'ta bir ehtiyotkorlik bilan, o'ta bir bilim bilan, saviya bilan o'sha retseptlarni tanlash, mahsulotlarni tanlashni, tayyorlash texnologiyalari ustida bosh qotirishni talab etadigan jarayonda bu. Bugun mana shu o'quv jarayonlarida ko'proq nimalarga ahamiyat berilyapti, nimalarni o'rgatyapsiz? Endi birinchi navbatda shuni aytish kerakki, mana shu oshxonalarda tuzilgan taomnomalar ratsional taomnoma hisoblanishi kerak. Chunki hali aytganingizdek, bu yerda mehnat qilayotgan insonlarning yoshi, jinsi hamda mehnat qilish qobiliyati yoki turi har xil. Ayrimlari masalan juda ham og'ir mehnat qiladi. Mana shunga ko'ra inson yoshligidan boshlab, qolaversa o'sha ayollarimizni homilasidan boshlab ratsional ovqatlanish kerak. Bola tug'ilgandan keyin 1 yoshgacha, 1 yoshdan 3 yoshgacha, 7 yoshgacha va undan keyin maktab yoshidagi bolalarimiz hamda ishlab chiqarish korxonalaridagi, oliy o'quv yurtlaridagi masalan talabalarni ovqatlanishi har xil bo'lishi kerak. Demak, ularning taomnomasiga shunday taomlar kiritishimiz kerakki, o'sha ishchi va xizmatchilarni masalan Navoiy kon-metallurgiya kombinatini oladigan bo'lsak, misol qilib, bu yerda xizmat qilayotgan insonlarni bir kunlik iste'mol qiladigan o'sha ratsioni ularni bir kunda sarf etayotgan quvvatiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu esa ovqat tarkibidagi oqsil, yog' hamda uglevod moddalarining nisbati to'g'ri tanlangan bo'lishi kerak. Albatta bunda diyetologlarning ham o'rni juda ham katta. Buni hisoblash kerak, lekin biz ham mana shu demak tomonlarni hisobga olgan holda bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalari uchun, maktabgacha ta'lim
muassasalari yoki tashkilotlari uchun, maktab bolalari uchun O'zbekiston oshpazlar uyushmasida biz mana shunday taomnomalarni ishlab chiqaramiz. Va biz bugungi kunda Navoiy kon-metallurgiya kombinatining taomnomalarini ko'rib chiqdik. Taomnomalar yomon tuzilmagan, yaxshi, lekin ayrim joylarda bir xillik bo'lib qolganda, taomlar demak turli tuman bo'lishi kerak. Bir kunda o'sha iste'mol qiladigan mahsulotlari har xil bo'lishi kerak, qolaversa o'sha uni sarf etgan quvvatiga teng bo'lishi kerak. Oqsil yog' moddalari. Agardaki yog' moddasi ko'payib ketadigan bo'lsa, bu insonni kasallikka olib kelishi mumkin. Yoki uglevod moddasi, ya'ni mevalar, sabzavotlardan tayyorlanayotgan taomlar deylik, yoki ko'katlar qo'shilmasdan tayyorlangan taom bo'ladigan bo'lsa, bu ham insonni rivojlanishiga, uni demak o'sha quvvatni to'ldirishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Mana shu tomonlarni inobatga olgan holda bugun biz shu malaka oshirish uchun kelgan oshpazlar bilan taomnomalarni tuzish va taomnomalarga yangi taomlarni kiritib, amaliy mashg'ulotlarda uni tayyorlab ko'rsatmoqdamiz. Yaxshi, Nazokat opa, sizga yuzlanmoqchiman. Tolibjon aka aytib o'tganlaridek, bugun o'quv amaliy mashg'ulotlar olib borilyapti va uzoq yildan buyon mana shu oshxonada ishlab mehnat qilib kelyapsiz va jamoangiz bilan 100-300 kishiga ovqat tayyorlaysiz bir kunda. Va albatta bunda yanada nimalarga ko'proq ahamiyat berish kerakligi haqida mana o'zingizga, shuncha yillik oshpaz bo'lishingizga qaramasdan yana qandaydir yangiliklarni oldingizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Bizlarni Uchquduq shahridan 5 kishi kelganmiz. Bizdan tashqari yana Zarafshon, Zafarobod, Navoiy shahrining oshpazlari birga malaka oshirmoqdamiz. Hozirda bizni ham nazariy, ham amaliy darslar olib borilmoqda. Nazariy darslarimiz ustozlarimiz, oliy toifali ustozlarimizdan olayotgan nazariy bilimlarni kuchaytirib, ya'ni ham bilmaganlarimizni o'rganib, keyin bilmaganlarimizni so'rab, ustozlar bizga yaxshi, ya'ni ham bilimlarimizni ko'paytirishimizga yordam beryaptilar. Amaliy mashg'ulotlarimiz yoshlar kafesida bo'lib o'tmoqda. Yangi taomlarni ishlab tayyorlab ko'rmoqdamiz. Ustozlarimiz bilimlari bilan, yordamlari bilan, ya'ni ham har xillikka urg'u berilmoqda. Aslida ovqatlarimiz shularni o'rganmoqdamiz. Demak, nima deydi, bir korxonada ishchi xodimlar mana shu o'quv amaliy mashg'ulotlardan keyin ajab emas, yangi taomnomalar bilan tanishib, o'sha dasturxonini yangi taomlar bezasa, va albatta bu ishda yuqorida aytganimdek unum baraka ham beradi. Albatta yana bitta narsaga e'tibor berilyapti bularga, o'sha taomlarni ishchi xodimlar uchun kompleks taom bo'ladigan bo'lsa, o'sha salatlar, turli xil gazaklar, suyuq taomlar, ikkinchi quyuq taomlar va ikkinchi asosiy taomlar, masalan go'shtli, baliqli yoki tovuqdan tayyorlanadigan taomlarning yoniga garnirlar hamda sardaklarni miqdorini bularga tushuntirilyapti. Necha grammdan bo'lish kerak? Chunki o'sha gramajiga qarab, ya'ni grammaga qarab, vazniga qarab turib u quvvat yig'adi. Ya'ni tarkibidagi oqsil, yog' modda hamda uglevod moddalari hisobga olinadi. Mana buni ham bu masalalarni ham bularga o'rgatilyapti. Bu juda ham yaxshi. Endi Tolibjon aka, shaxsan o'zimni qiziqtiryapti va o'ylaymanki, tomoshabinlarimiz orasida ham qiziquvchilar soni ortdi desam ajab emas. Ayniqsa mana shu oshpazlik sohasiga qiziqadigan yoshlarimizda yana bir oldiga bir maqsadlarni qat'iy qo'yib olgan bo'lishlari mumkin. Bugun mana shu O'zbekiston oshpazlar uyushmasida bugun qanday ishlar amalga oshirilyapti? Birgina mana shu Navoiy viloyati misolida olaylik, o'rtadagi hamkorlik. Bilamizki, bu taom tayyorlash shunchaki aytaylik korxona tashkilotlar yoki qaysidir muassasalardagi ishchi xodimlar, tarbiyalanuvchilarning qornini to'yg'azishgina emas. Bu aytaylik dunyo miqyosida olib qaraydigan bir jarayon deb bilaman-da. Chunki har bitta davlatga, xususan respublikamizni olaylik, Navoiy viloyati bilamizki, bugun investorlar oqimi, sayyohlar oqimi kengayayotgan hudud hisoblanadi. Ishlab chiqarish borasida ham, tarixiy go'shalar borasida ham va tabiiyki kelgan mehmon mana shu tabiat, tarixiy manzaralar bilan bir qatorda milliy taomlarga ham e'tiborni qaratadi. Bir so'z bilan aytganda, taomlarimiz ham
ham investorlarning yoki aytaylik sayyohlarning oqimini oshirishga yordam beradigan jihatlarda qandaydir festivallarda ham birinchi galda milliy taomlarga e'tibor qaratiladi. Birgina respublikamizni olib qaraydigan bo'lsak, Xorazmning o'zining milliy taomi bor, Buxoroning o'zining milliy taomi bor yoki Samarqandning. Biz ba'zida bilasizmi, Navoiy haqida gap ketganda qaysi taomni Navoiyning milliy taomi deyishga hayron qolamiz-da. Qanaqadir festivallar, hamkorliklar olib borilyaptimi? Natijasi nima bo'lyapti? Haqiqatan ham o'rinli savol. Avvalambor O'zbekiston oshpozlar uyushmasi haqida ko'pchilik yoshlarimiz hali bilmasligi ham mumkin. Siz aytgandek, mana shu kasbga qiziquvchilar ham juda ham ko'p. Qisqacha ma'lumot bermoqchiman. O'zbekiston oshpozlar uyushmasi Vazirlar Mahkamasining 289-sonli qarori bilan 2012-yilda tashkil etgan tashkilot hisoblanadi. Bizning tashkilot nodavlat, notijorat tashkilot. Lekin Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tashkil etilib, bugungi kunda kadrlarning malakasini oshirish hamda qayta tayyorlash bo'yicha yagona tashkilot hisoblanadi O'zbekistonda. Bizning tashkilotimiz xalqaro tashkilot hisoblanadi. Chunki tashkilotimiz butun jahon demak xalqaro pazandalar hamjamiyatining a'zosi hisoblanamiz. Bizda o'qigan o'quvchilarimiz o'sha olgan diplomlari bilan bitirgandan so'ng 120 dan ortiq davlatlarda bemalol ishlay olishlari mumkin. Albatta bizning asosiy maqsadlarimizdan yana biri o'zbek milliy pazandachiligini hamda o'zbek milliy taomlarini butun dunyoga tanitish. Mana bu borada juda ham ko'p ishlar qilinyapti. Qolaversa, hali siz aytganingizdek, o'sha O'zbekiston Respublikamizda turizm salohiyatini oshishiga, ya'ni turizm xorijiy mamlakatlardan kelayotgan sayyohlarning oqimini oshishiga va qolaversa, albatta Navoiy viloyati bilan ham O'zbekiston oshpozlar uyushmasi mana shu borada ham ancha ishlarni bajarib kelmoqda. O'zingizga ma'lum, 2023-yilda Sharq taomlari festivali o'tkazildi Navoiy viloyatida. Bu nafaqat O'zbekistonimiz, balki butun dunyo mana YouTube'da, kanallarda, internet sahifalarida ko'rib tanishdi. Biz bu yerda o'sha brend taomlarni, ya'ni Navoiyning eng ajoyib bir tayyorlanish jihatidan o'sha o'ziga xos bir xususiyatga ega bo'lgan taomlarni ham biz ko'rdik-da, kashf etdik mana shu yerda. Bir risola ham chiqardik, o'sha Navoiy milliy taomlari deb. Bu ham men o'ylaymanki, o'sha shu Navoiy viloyatida gastronomik turizmni rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Bunday tadbirlarni albatta biz o'tkazishimiz kerak. Bu Navoiy viloyatida o'tkazilgan tadbir boshqa ayrim viloyatlarga bu namuna bo'ldi desam men mubolag'a bo'lmaydi. Bundan keyin, o'shandan keyin mana Samarqandda o'tkazildi. Yaqinda mana shu yili Samarqandda osh chempionati bo'ldi, osh ko'rik tanlovi bo'ldi. Butun viloyatlardan kelib o'zlarini viloyatda tayyorlanadigan palovni tayyorlash bo'yicha chempionat bo'ldi. Ya'ni ko'rik tanlovi bo'ldi hamda 7 tonnalik osh tayyorlandi katta qozonda. Esingizda bo'lsa, 2017-yilda Toshkent shahrida 7 tonnalik osh tayyorlanib, bu rekord qo'yildi, ya'ni o'zbek palovi chempion bo'ldi. 2016-yilda esa bizni palovimiz UNESCO ni nomoddiy madaniy meros kitobiga kiritildi. Bu ham juda ham katta yutuq deb o'ylayman va qolaversa hozirgi kunda biz tayyorlagan, biz yetishtirgan kadrlarimiz, mutaxassislarimiz nafaqat O'zbekistonimizda, balki butun dunyo mamlakatlarida faoliyat yuritib kelishmoqda. Undan tashqari yana malakasini oshirish bo'yicha biz Shveysariya, Fransiya kabi davlatlarda bizning oshpozlarimiz borib malakalarini oshirib kelmoqda. Mana 2024-yilda 50 nafar oshpoz Toshkent shahar hokimiyatining tashabbusi bilan Fransiyaning eng mashhur Pazandalar akademiyasi Cordon Bleuda malakasini oshirib keldi. Va undan keyin biz ular bilan shartnoma tuzdik va hozirgi kunda 6 oyga o'sha eng nufuzli restoranlarda malakalarini oshirib kelmoqda. Yana bitta quvonchli nima, bu yoshlarimizga ham ma'lumot uchun aytmoqchiman. Bizni o'sha 4 oylik qisqa muddatli kurslarimizda o'qib, tugatib, diplomga ega bo'lgan 3-razryadga ega bo'lgan oshpozlarimiz bugungi kunda Turkiya davlatining Antaliya shahrida
6 oyga malaka oshirish uchun, stajirovka uchun yuboriladi. Juda Ham u yerda malakasini oshiradi, ham oyligini ham oladi, albatta moddiy tomondan ham manfaat bo'lish kerak. Va qaytib kelib O'zbekistonda yana faoliyatlarini boshlaydi. Va Navoiyda demak mana shunday tadbirlarning o'tkazilishi ham ayni muddao deb o'ylayman va qolaversa bugun mana o'sha Navoiy viloyati tog' metallurgiya kombinatini tashabbusi bilan boshlangan ish shu bardavom bo'lsin deb o'ylayman. Bundan keyin ham biz mana shu malaka oshirish ishlarini davom ettirsak ayni muddao bo'ladi. Juda ham yaxshi. Chunki oshpazlik yuqorida aytganimdek shunchaki ovqat taom tayyorlashgina emas, o'ta mas'uliyatli, murakkab jarayon hisoblanadi va zamon bilan hamnafas yangiliklar bilan yurish kerak. Kezi kelganda milliy taomlar bilan o'sha Yevropa taomlarini uyg'unlashtirgan holda yangicha bir retseptlarni o'ylab topishni ham taqozo etadigan jarayon hisoblanadi. Albatta mana shu jamoaga omad tilab qolamiz va qiziquvchi yoshlarni bemalol taklif qilamiz. Mana o'zingiz ko'rayapsiz, qanchalik nima deydi, qiziqishlaringizni amalga oshirish uchun imkoniyatlar bor. Faqatgina undan xabardor bo'lish kerak, foydalanib kelish kerak. Xolos. Yana bitta narsani aytmoqchiman. O'sha Navoiy viloyatida biz o'sha brend taomlarni, ya'ni o'sha xorijiy mamlakatdan kelgan sayyohlar qanday taomlarni iste'mol qilishi mumkin degan savol ham tug'iladi-da. Albatta. Avvalambor o'sha shu viloyatga yoki shu yurtga kelayotgan, xorijdan kelayotgan mehmonlar albatta ertalabki nonushta, tushlik, kechki ovqatga qanday taomlarni tanovul qilsam bo'ladi deb albatta o'ylab kelishadi. Biz O'zbekiston oshpazlar uyushmasida o'zbek nonushtasini yaratganmiz. Bu risola chiqarganmiz, kitobcha hamda Lazzatli o'zbek degan kitob chiqarganmiz. Bu 3 ta tilda chiqqan. Faqat o'zbek milliy taomlari o'tga kiritilgan. Endi bizning o'zbek milliy taomlarimizni ko'pchilik aytadi, kasal qilib qo'yadi insonni deb. Yo'q. Bizda shunday taomlar borki, parhez taomlar hisoblanadigan taomlar bor. Mana bularni ham shu kitobga biz kiritdik. O'zbek, rus hamda ingliz tillarida yaratildi bunday kitob. Mana bu ishlarni ham biz davom ettiramiz deb o'ylayman yana. Albatta. Va Navoiy bilan, Navoiy viloyati bilan bizning hamkorligimiz yanada davom etadi degan umidda biz. Rahmat. Bu juda ham yaxshi bo'lar edi. Bilasizmi, mana shu ko'pchilik o'ylashadi, yuqorida to'g'ri aytdingiz, o'zbek taomlari kasal qilib qo'yadi yoki chet elda juda ham bir parhezbob taomlarni yeb yurgan keladigan sayyohlar iste'mol qila olmasligi mumkin deyshadi, lekin har bitta mahsulotni ham o'z vaqtida qachon yeyish kerak, qancha miqdorda yeyish kerak, qaysi salat yoki qaysi meva bilan yoki qaysi ichimlik bilan yeyish kerak. Agar mana shu haqida tushunchaga ega bo'lsa, hech qachon kasal qilmaydi. Kuch bersa beradi. O'sha kitobimizda, shu risolalarda biz chiqarayotgan qo'llanmalarda shu narsalar ko'rsatiladiki, o'sha kitobni ochganda xorijdan kelgan mehmon mana bu bitta somsani deylik, quvvati qancha ekanligi tagida yozib qo'yilgan. Oqsil yog', uglevod moddalari necha grammdan ekanligi ham ko'rsatib qo'yiladi. Bu esa ularga juda ham foydali. Chunki ular ko'pchiligi endi o'zimizda ham hozir mana sog'lom ovqatlanishga o'tayapti, aholimiz bu narsani tushunyapti. Va bir kunda qancha kilokaloriya energiya yesam men semirib ketmayman yoki bo'lmasa yog' bosib ketmaydi meni degan bir maqsad bilan demak o'zi hisoblab ertalabki nonushtaga, tushlikka, kechki ovqatga mana bu ovqatlarni yesam bo'lar ekan. Kaloriya masalan 2200 dan yoki 2500 dan yo 3000 kilokaloriyadan oshib ketmasin deb. Lekin ishlab chiqarish korxonalarida bugungi kunda mana Navoiy viloyat tog' metallurgiya kombinatida faoliyat yuritayotganlarni bir kunlik nimasi sarf etayotgan quvvati kilokaloriyalarda. Ularning mehnatiga qarab. Masalan, og'ir mehnatda, og'ir o'sha sexlarda xizmat qilayotganlarning kaloriyasi 4000, 4500, 5000 kilokaloriyagacha yetadi. Va biz mana shu kilokaloriyani oshpazlarimiz orqali bular tayyorlayotgan taomlar orqali ularga yetkazib berishimiz kerak. To'g'ri. Ofisda o'tirib ishlaydiganlarga yuqori kaloriyali ovqat yeb bo'lmaydi yoki konda ishlaydiganlarga parhezbob taom bo'lmaydi. Qarang, yuqorida aytganimdek o'ta kuchli bilim, saviya, salohiyat, tajriba kerak bo'ladi bunga. Va yana Nazokat opa, sizga so'nggi savolim. Bugun mana shu o'quv amaliy jarayonlarda umuman necha yildan beri, 20 yildan beri faoliyat yuritib kelyapman deb aytdingiz yuqorida. Mana shu taom tayyorlayotganda eng asosan mana ko'pchilikka 100-300 kishiga tayyorlaymiz deb aytilyapti. Gigiyenik qoidalarga, sanitariya qoidalariga va xavfsizlik qoidalariga mana o'zingiz uchun qanchalik amal qilinadi va bu o'quv amaliy jarayonlarda qanchalik tushuntiriladi? Bu jarayon eng avvalo
eng muhim jarayon. Gigiyena bu juda ham qat'iy nazorat qilinadi. Doim birinchi ishxonaga kelganda birinchi qilinadigan o'z yo'nalish ishlari bor. O'shalarni bajaramiz. Shaxsiy gigiyenamiz bor. Ish stollarimizni abrabotga qilamiz. Bunga qat'iy qaraladi va bajaramiz buni albatta. Chunki bizdan ta'minlanayotgan ishchi xodimlarning sog'ligi biz uchun muhim. Va ularning ovqatlariga ham juda ham e'tiborli, mehr bilan tayyorlashga harakat qilamiz. Mahsulotlar sifatiga ham to'g'ri. Avvalo mahsulotlar sifati, ularning sertifikatiga, yaroqlilik muddatlariga e'tibor beramiz va agar mabodo yaroqsiz bo'lsa, uni qaytarishga mumkin bizlarga sertifikatlarga e'tibor berib qabul qilamiz va undan shirin mazali ovqatlarni tayyorlaymiz. Katta rahmat. Yana shu narsani aytish kerakki, sanitariya gigiyena bularga hozir o'tilyapti dars, nazariy darslarda. Sanitariya va gigiyena o'zi alohida bir fanda, juda ham bir katta. Bu modul sifatida dasturga kiritilgan. O'sha taom tayyorlash texnologiyasi, pazandachilik asoslari, ishlab chiqarish korxonasida mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi kabi modullar bor. Mana shuning ichida sanitariya gigiyena ham bor. Albatta birinchi navbatda biz sog'lom ovqatni ishlab chiqarishimiz kerak-da. Agardaki sifatsiz mahsulotdan, mana bular aytganlaridek sifatsiz kelgan mahsulotni biz ishlatib yorsak, undan zaharlanish paydo bo'lishi mumkin. Mana ommaviy axborot vositalarida ham kuzatyapmiz, ayrim viloyatlarimizda, tumanlarda bolajonlar e'tiborsizligi oqibatida nimani oshpozlarni e'tiborsizligi oqibatida ommaviy zaharlanishlar ham sodir bo'lyapti. Masalan, bitta guruh 30 ta yoki 40 ta, 10 ta bola o'sha ovqatdan zaharlanib shifoxonaga tushyapti. Issig'i ko'tarildi, hatto o'lim holati ham bo'lgan. Shuning uchun bu narsaga juda ham katta e'tibor berilishi kerak. Shu mahsulotning sifatidan boshlab to uni tayyor taom qilib o'sha omborxonaga olib kiriladi. U yerda ham o'zini sanitariya gigiyena talablari bor. Undan keyin tayyorlov sexlariga olib kirilib, ularga birlamchi ishlov beriladi, yarim tayyor mahsulotlar tayyorlanadi, keyin issiqli ishlov beriladi. Pishirish jarayonini ham to'g'ri olib borishimiz kerak. Agar pishirish jarayoni texnologiya buzilsa, taomdan zaharlanadi. Kasal bo'lib qoladi xodimlar. Bu tomonlarni ham albatta inobatga olyapmiz va bularga shu saboqlarni ham beryapmiz. Mana o'qish jarayonlari nima uchun kerak? Rahmat ishtirok uchun. Albatta biz dasturimiz o'z yo'nalishida davom ettiramiz azizlar. Yuqorida o'rtaga bir savol tashlagan edik. Aynan mana shu mavzuyimizning davomi sifatida desak mubolag'a emas. Biz har kuni mana shu ovqatlanish ratsionimiz, umuman dasturxonimizdagi noz-ne'matlarning mazasini o'sha mahsulotsiz tasavvur eta olmaymiz. Lekin xitoyliklar uni oq ajal deya ta'riflashadi. Xo'sh, mana shu taomimizga maza beradigan, lekin sog'lik uchun ziyoni bo'lgan mahsulotning nomi nima degan savolimizga SMS xabarlarda o'z javobingizni yo'llang, o'qib eshittiramiz. Oshpazlar bilishadi, lekin aytib yubormaymiz, chunki muxlislarimiz izlashyapti, bizga javoblarni yo'llashyapti. Ikkita mahsulot. Albatta ko'ramiz qani kim to'g'ri javobni bizga yo'llay olar ekan. To'g'ri javoblar ham kelgan, taxminiy javoblar ham kelgan. Hozir esa ajoyib taronani o'qib aytamiz va birozdan so'ng yana studiyamizga qaytamiz. Bizdan uzoqlashmang.